Всем привет! Всем привет! У нас канал Азизбек и мама. нас- Я мама. Я Азизбек. Bizada birinchi kontent. Men o'ylaymanki bizani поддержка qilasizlar. Xudo xohlasa Azizbek bilan kelajakda dальше kontent olmoqchi biza. И bizada bugun temadan распаковка. Men sizlarga temadan zakaz qilgan tovarlarimni ko'rsataman. Lekin men sabr qilmasdan ularni ochib tashladim. Ochilgan bo'lsa-da hali kiyib ko'rganim yo'q. Qani, birinchi bizga birinchisi bizani raspаковкаlarimiz. Короче, вот так ochib tashladim. Короче, sabrim yetmadi videoga olishgacha. Keyinchalik men nimalari bilan, rasmlari bilan birga qo'yaman. Bu noski, bu Azizbekka zakaz qildik. Перчатки. Nechta shtukligini bilmayman. 5 8 yoshdan 12 yoshgacha zo'r noskichalar. Думаю, качественные. Kesan bunaqa разный noskichalarni. Больше. Lekin tonki ekan, qishga kiyib bo'lmaydi bularni. Yo'q, ana buni kiyaman. Черный kesan. Черные ботаны bular. Они тебе большие? Нет? Большие. Сколько штук, короче? 5. Manki nimalarni, artikullarini yozib qo'yaman. 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan. 5 штук. И Мухаммад вот такую игрушку заказали. Красивая, интересная. Мухаммад, это тебе. Манго. Мухаммад, ура ты. Так, следующий. Azizbek o'zini podarkasini kutibdi, o'zini narxasini, zakazini kutibdi. Ana bu Azizbekniki. Naql kerak. Bizda bo'lib faqat anaqalar yo'q, montajlar yo'q. O'sha uchun prямой video olamiz. Keyin rasmlari bilan qo'yaman. Artikul. Artikul qo'yaman, lekin bular tonki, qishga kiyib bo'lmaydi hammasi. По-моему, осенний. Kuz, yoz, kuz. Bahorga kiysa bo'ladi. Как раз Azizbekning размеры. Рахмат. Вот иди одевай теперь.